Hammaga salom. Bugun biz sarimsoqning foydasi va zarari haqida gaplashamiz. Ushbu videoda siz uni ishlatish retseptlari, maxsus foydalanish usuli va qo'llash mumkin bo'lmagan xavfli holatlar haqida bilib olishingiz mumkin. Demak, boshladik. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Sarimsoq bu insoniyat pazandalikda ham, tibbiyotda ham foydalana boshlagan eng qadimgi mahsulotlardan biridir. U birinchi bo'lib minglab yillar oldin Tianshan va Oltoy tog'lari orasida tekisliklarda paydo bo'lgan. Aynan shu yerdan ariylar ushbu mahsulotni Hindistonga olib kelishdi va shundan keyin u butun dunyoga tarqaldi. Dastlab sarimsoq faqat dorivor va kosmetik maqsadlarda ishlatilgan, chunki o'tkir hidi tufayli ular uni ovqatda foydalanish mumkinligi to'g'risida o'ylashmaganlar. Sarimsoq ilk bora 5000 yil avval alohida plantatsiyalarda yetishtirila boshlangan. Antik davrda ushbu mahsulot tezda ommalashib ketgan. Deyarli hamma uni yetishtirish bilan shug'ullanishgan. Rimliklar, Misrliklar, arablar va dunyoning boshqa xalqlari. Birozdan so'ng sarimsoqning foydali xususiyatlariga va retseptlariga o'tamiz, ammo hozircha iloji bo'lsa, ob-havoga qaramay ko'chada savdo qiluvchi buvilardan sarimsoq sotib olishingizni so'rab qolaman. Rahmat. Sarimsoqning foydali xususiyatlari. Sarimsoq qadimdan inson tanasining barcha tizimlariga foydali ta'sir ko'rsatadigan nihoyatda foydali sabzavot hisoblanib kelgan. Mahsulot tarkibida quyidagi moddalar mavjud. Bular A, E, C vitaminlari va deyarli butun B guruhi vitaminlari, tabiiy allitsin efiri, foydali minerallar va mikroelementlar, rux, kaliy, yod, magniy, fosfor va boshqa antioksidantlar. Sarimsoq tarkibi juda boy bo'lib, bu esa ushbu mahsulotning barcha afzalliklarini aniqlab beradi. Unda oziq-ovqatda foydalanish sog'lom odamlarga ham, sog'lig'i bilan bog'liq muammolar bo'lganlarga ham foyda keltiradi. Ammo uning foydasi faqatgina yangi uzilgan holatida namoyon bo'ladi. Sarimsoqga termik ishlov berilganda uning deyarli barcha foydali va davolovchi xususiyatlari yo'qoladi. Sarimsoq oshqozon, ichak trakti va umuman ovqat hazm qilish tizimi uchun juda foydalidir. U og'ir ovqatlarning samarali hazm bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun u dunyodagi ko'pgina oshxonalarda yog'li ovqatlarga garnir sifatida qo'shiladi. Sarimsoq jigar va o't pufagiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Safro hosil bo'lishi ko'payadi va jigardagi yog' miqdori kamayadi. Moyi tufayli o't pufagi devorlariga ta'sir ko'rsatiladi va ovqat hazm qilish fermenti oshqozon ichak trakti ichiga haydaladi. Sarimsoq kuchli antibakterial vositadir. Sabzavot inson tanasiga kirgandan so'ng darhol zarar yetkazishi mumkin bo'lgan mikroorganizmlarni faol ravishda yo'q qila boshlaydi. Sarimsoq umumiy xolesterin miqdorini va yomon xolesterin deb ataladigan konsentratsiyalarni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan yurak xastaligi va yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining rivojlanish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi va qon bosimini normallashtiradi. Bundan tashqari mahsulot kuch va chidamlilikni oshirish nuqtai nazaridan foydalidir. Qadimgi ajdodlarimiz ish layoqatini oshirish uchun uni ratsionga qo'shishgan. Sarimsoqning dorivor xususiyatlari. U immunitet tizimini mustahkamlaydi. Sarimsoq yuqori nafas yo'llarining turli xil shamollashlari va yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda ishonchli yordamchidir. U balg'amni suyultirish va tanadan tez chiqib ketishiga yordam beradi. Metabolizmni, mahsulotlarning assimilyatsiyasini, fermentlar sekretsiyasini tezlashtiradi. Me'da shirasining ajralishini rag'batlantiradi va ichakdagi patogen mikrofloradan xalos bo'lishga yordam beradi. Allitsin organik birikmasi tufayli u saraton o'smalarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Ushbu komponent tufayli hujayradan zararli ta'sir ko'rsatadigan va ularning noto'g'ri rivojlanishiga olib keladigan erkin radikallar tanadan chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari sarimsoq yurak-qon tomir tizimini davolaydi. Yurakdagi stressni kamaytiradi. Qon aylanishini va yurak mushagi samaradorligini oshiradi. U dezinfeksiyalovchi ta'sirga ham ega. Shu tufayli peshob tizimidagi yallig'lanish jarayonlari yo'q qilinadi. Asab tizimining faoliyati normallashadi. Insult va qarilik tufayli kelib chiquvchi aqliy zaiflik paydo bo'lishining oldini oladi. Sarimsoq yordamida so'gallarni yo'q qilish mumkin. Chipqonlar va yiringli yaralarni davolash mumkin. Sarimsoqdan ba'zi kasalliklarda foydalanish, sog'lom bo'lish, kuchli immunitetga ega bo'lish va sarimsoqning barcha ijobiy ta'sirini boshdan kechirish uchun siz uchun kundalik ratsioningizga qo'shishingiz kerak bo'ladi. Tom ma'noda kuniga bir bo'lakcha sarimsoq sizning sevimli ovqatingiz bilan birlashtirilsa yoki oddiygina non bilan iste'mol qilinganda
barcha tana tizimlari faoliyatini qo'llab turish uchun yetarli bo'ladi. Bo'g'im og'riqlarida sarimsoq bo'g'imlarda og'riq sindromini osonlikcha yengillashtiradi. Buning uchun siz og'riqli joyga qo'llanilishi kerak bo'lgan maxsus vositani tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Bitta katta yoki bir juft mayda sarimsoq boshini olasiz. Taxminan 6-7 bo'lakcha kerak bo'ladi. Uni tozalang, yuving, barcha bo'lakchalarni iloji boricha maydalang. Hosil bo'lgan bo'tqani idishga soling. Unga 100 gram aroq quying. So'ngra yarim litr olma sirkasini qo'shing. Yoping va tinishi uchun qorong'u joyga saqlang. Malhamni saqlash jarayonida har necha soatda tarkibiy qismlari yaxshi aralashishi uchun uni chayqalab turish zarur. Damlamani 21 kun davomida ushlab turish kerak. So'ng doka yordamida suzib olib, surkashda va kompresslar qilishda foydalanish mumkin. Aterosklerozga qarshi. Ateroskleroz rivojlanishning oldini oluvchi kuchli profilaktik vosita 3 ta asosiy tarkibiy qismdan iborat. Bular sarimsoq, limon va asaldir. Siz 6 ta limon olib, ularni po'stlog'i bilan birga choraklarga bo'ling. Taxminan 100 gram sarimsoqni tozalang, iloji boricha maydalang. Limon va sarimsoqni aralashtiring, so'ng 50 gram asal qo'shing va hosil bo'lgan aralashmani yana bir bor yaxshilab aralashtiring. So'ngra uni saqlash uchun boshqa idishga o'tkazing. Qopqoq bilan yoping va 5 kun davomida muzlatgichda saqlang. Ushbu vositani kuniga 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin 1 choy qoshiqdan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Ushbu retseptning bitta davolash kursiga mo'ljallangan aralashma tugagach, 1 hafta tanaffus qilgandan so'ng kursni 1 yoki 2 marotaba takrorlang. Moddalar almashinuvi, buzilishi va uyqusizlikka qarshi. An'anaviy tibbiyotdagi ko'p qirrali vositalardan biri bu sarimsoq damlamasidir. Bu disbakterioz oqibatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Uyqusizlikni yengishga, metabolik jarayonlarni normallashtirishga va uning samarali va tezkor ishlashga majbur qiladi. 300 gram sarimsoqni oling, so'ngra uni iloji boricha maydalab, to'q shishadan tayyorlangan idishga soling. Muhim tomoni, bu asosiy ingrediyentlar idishni kamida yarmini to'ldirishi kerak. Keyin sarimsoq bo'tqasiga yarim litr aroqni quyishingiz kerak bo'ladi. So'ng idishni mahkam yopib, damlamani qorong'u va sovuq joyda saqlang. 10 kun o'tgach, sarimsoq damlamasini mayda elakdan suzib olish kerak. Sarimsoq asosida tayyorlangan bu malhamning davolash kursi 1 oy. Malham kuniga 3 mahal 2 tomchidan ichish kerak bo'ladi. Preparatning oshqozon ichak traktiga ta'sirini yumshatish uchun uni 1 stakan sutda eritib, keyin ichish mumkin. Shuning uchun oshqozon ichak trakti bu vositani hazm qilishi osonroq kechadi. Holsizlikda. Holsizlik muntazam stress yoki tushkunlik, yaqinda o'tkazilgan operatsiya tufayli paydo bo'lishi mumkin. Ushbu vosita uzoq vaqt davomida xalq tabobatida katta muvaffaqiyatli bilan ishlatilib kelinmoqda. Shuningdek, u tanani faollashtirish va organizmlar tizimini tonus holatiga keltirish uchun ham ishlatiladi. O'rtacha kattalikdagi bir bosh sarimsoq oling. Uni bo'laklarga bo'ling, so'ngra qobog'ini tozalang. Har bir bo'lakcha elastikligini yo'qotgunga qadar ezing. Shunda u shirasini chiqara boshlaydi. So'ng ezilgan sarimsoqni tovaga soling va 1 stakan sut quying. Aralashmani qaynab chiqqunga qadar olovga qo'ying. Qaynab chiqishi bilan olovni pasaytirib boring va sarimsoq yumshagunicha qaynatishni davom ettiring. So'ng olovdan olib, suyuqlikni soviting. Sutni sarimsoqning bo'laklaridan xalos qilish uchun mayin elakdan suzib oling. Ushbu qaynatma har qabul qilinishidan oldin 1 choy qoshiq asal qo'shilishi kerak. Profilaktika maqsadida davolash kursi 1 oy. Uchuqqa qarshi. Sarimsoqning bir bo'lakchasini kesib, yaraga ishlov berish kerak. Bu boshini kesib, oshqozon yarasini davolanishini tezlashtiradi va infeksiyalanish oldini oladi. Psoriazga qarshi. Sarimsoqli suv, sovun tayyorlang va uni yalg'langan teriga surting. Astmaga qarshi. Sarimsoqning bir juft bo'lagini oling, so'ngra uni iloji boricha maydalang. Sarimsoq bo'tqasini soda sirkasi bilan aralashtiring. Tayyor bo'lgan aralashmani uxlashdan oldin iste'mol qiling. Zamburug' kasalliklarida bunday muammolar asosan oyoqlarda paydo bo'ladi. Retsept uchun siz bir necha sarimsoq bo'lakchasini oling. So'ngra ularni iloji boricha maydalashingiz kerak bo'ladi. Olingan massani terining ta'sirlangan joyiga surting va uni bog'lam ostida bir kechaga qoldiring. Ertalab qolgan aralashmani yuving va terining zararlangan joyini sarimsoq moyini surting. Davolash kursi to'liq tiklangunga qadar davom etadi. Sarimsoqning zarari va qo'llash mumkin bo'lmagan holatlari. Sarimsoq ko'plab foydali va davolovchi xususiyatlarga ega, ammo hech qanday holatda uni iste'mol qilmaslik kerak, chunki bu ichki organlar va shilliq pardalar bilan muayyan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ortiqcha vaznga ega odamlar uchun sarimsoq iste'mol qilishni cheklash kerak, chunki bu ishtahani oshiradi. Gastrit, oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi, epilepsiya, bavosil, jigar va buyrak kasalliklari, o't pufagi va individual qabul qila olmaslik kabi kasalliklar mavjud bo'lgan
bo'lganda sarimsoqni ratsiondan chiqarib tashlashingiz kerak. Sarimsoq homilador va emizuvchi ayollar uchun tavsiya etilmaydi. Bu allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Sarimsoqdan foydalanishda juda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Chunki uni doimiy ravishda oziq-ovqatda ishlatish salbiy oqibatlarga olib kelishi ham mumkin. Sog'lom kattalar uchun kuniga 1 yoki 2 bo'lak immunitetni saqlab turish va turli xil kasalliklarni oldini olish uchun me'yor hisoblanadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Doktor Uz kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.